Kechiksam xizmatu safardan, yo'limga intizor ko'zlari. Dunyoda eng shirin asaldan, shirinroq onamning so'zlari. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan. Mana bu boshlanishi nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, farzandlar umra, katta hajlarga yuborish nasib ro'za aylasin. Ikki dunyo saodatini so'rayman. Hamisha xonadoningiz faqat yaxshi kunlarga ochilsin darvozasi. Birga yurish bizga nasib ro'za aylasin. Onamning bir parcha jonidan, mening ham bir jonim yaralgan. Yetti falakka nolishim, yesada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Allah'tan so'rayman erta kech, panohingda asra deb onamni. Kuchim yo'q onamsiz mening hech, ijobat qilginda duomni. Onajon sizsiz-ku jannatim, el uzra topilgan hurmatim. Onajon sog' bo'ling doimo, aytmoqqa cheksizdir rahmatim. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kechlar. Navbatdagi manzil qayerda? Samarqand tumani Nabo mahallasi nasib bo'lsa, bu maskanda Hilola opamiz ayamiz bugungi tug'ilgan kunlari, tavallud ayyomlari bilan jo'narasiz bo'lgan barcha qizlari, kuyovlari, o'g'illari bor. Inshaalloh tabriklaymiz. Albatta siz bilan birgalikda, albatta. Yoshlar bilan yuzlashsin onam, yoshlar bilan yuzlashsin onam. Qaldirg'achday onajonim, Guloray xonim, mehribonim. Tug'ilgan kuni onajonim, mehribonim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar, hurmatli janoblar, mana shunday fayzli muqaddas dargohlarga tashrif aylagan barcha azizlar. Bugun bu dargohda yomon inson yo'q. Hamma yaxshilar bugun yig'ilgan. Bugun yaxshi insonning tug'ilgan kuni deb hamma yaxshilar bugun kelgan. Aynan kim uchun? Hilola opam uchun. Assalomu alaykum. Opajon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Har doim sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Yomon kunlar har bitta insonda bo'ladi. Manaman deganda ham bo'ladi. O'sha yomon kunlar bo'lgani, ortda qolib ketgani shu bo'lsa. Bu yo'q, faqat yaxshi kun bo'lsa. Va men hozir sizga Hilola opa bitta savolim bor. Toping, qara bugun bizani kim taklif qildi? Kim chaqirgan bo'lishi mumkin? Taxmin tavakkaliga. Bilmasam, qo'llarim yaqinlarim bo'lsa kerak. Qo'llari yaqinlaringiz. Yana bilmadimmi? Shundaymi? Bolalaringizmi? Farzandlarim yaqinlarim. Xo'p. Onajonim hozir to'g'risini aytganda shok holatdasiz. Kutilmagan sovg'a bo'ldi albatta onamga. Xo'p, Hilola opa, bugun sizni tabriklab bizga murojaat aylagan insonlar. Birinchi gallarda qizingiz Jasmin opamiz. Keling opa. Keling. Qizingiz Jasmin opamiz. Keling, chiroyli qarsanglar albatta. Keling opa. Tabriklaymiz. Va albatta kuyovingiz Halimjon akamiz nomidan ham tabriklaymiz. Kuyovlari Halimjon aka, kelingsan, keling Halimjon aka.
Albatta shu qatorida keling. O'g'lingiz Shohjahon kelsinlar. Shohjahon keling. Ilohim shoh bo'ling jahonlaringizga, Shohjahon. Va albatta qizingiz Ozoda nomidan ham tabriklaymiz. Singlimiz umri uzoq bo'lsin, ha. Opa-singillaringiz nomidan, yaqinlaringiz nomidan ham tabriklab qo'yamiz. Sog'i salomat bo'ling. Yana bilasizmi? Hilol opa. Bilasizmi, mana farzandlaringiz, mana Jasmin opamiz, mana Halimjon akam kuyov emas, o'g'il qatorida, shu qatorida mana Shohjahon, Ozoda singlimiz. Boya aytdilarki, birinchi bo'lib mana onamni yoningizga chaqirganingizda birinchi bir insonni eslab o'ting. Bu inson Samandarjon otamiz, akamiz. Joylari jannatda bo'lsin, ruhlari shod bo'lsin. Yotgan joylari obod bo'lsin. Albatta bu insonni eslamasak bu yaxshi ish bo'lmaydi. Chunki farzandlaringiz aytdilarki, mana onam shunaqangi bir sabrli, matonatli insonlarki, onam qarib 12 yil o'zlari, yolg'iz o'zlarida. 12 yil bu gapirish oson, lekin 12 yil bosib o'tish o'zi bo'lmaydi. Biz joy kezib bir kunda qiynalib qolamiz-da. Qandaydir bir yetishmovchilik bo'ladi-da insonda. Onajonimizning 12 yil yolg'iz o'zlari katta qildilar, o'stirdilar. Yolg'iz o'zlari. Allohim tomonidan qancha onajonimga qiyinchilik bo'lsa ham bariga onam sabr bilan matonat bilan erishdilar-da. Hammasiga Allohimga shukr deb qabul qildilar. Biror marta onajonim bir marta ham to'xtab nolaganlarni onam eslolmayman-da. Faqat onam Allohga shukr, Allohga shukr, Allohga shukr deb yashaganlar. Mana onam mani chiqardilar. Bitta qizni chiqarish hozir qanchalik? O'zgarishi qiyinchilik bor-da, bitta to'y qilish o'zi bo'lmaydi hozirgi zamonda. Onam to'y qildilar. Allohga shukr, birovdan kam bo'lib qolgan joyi bo'lmadi. Birovdan kam bo'lmadik. To'ylar yaxshi bo'ldi. Biz mana shu kunga qadar yetgan bo'lsak, usti boshimiz but bo'ldi. Kiyimimiz yirtiq joy bo'lmadi. Hammasi Allohga shukr zo'r. Nima xohlasak onam qilib berdilar. Yoshligimizdan-da biz nima xohlasak onam qilib berdilar. O'sha 12 yil mobaynida. Onamda pul bormi yo'qmi, joyiga bizani sal qiziqtirmaganda, yoshlik qilgan joylarimizda bo'lganda, onam olib berganlar, farqi yo'q. O'zlari bizlar eng qimmat kiyimimizni, eng arzonni ham joyiga onam olmasdilar-da. Nimaga onam desa, menda bor-ku. Topganlarni faqat bolam deydilar, onam. Haligacha shunday, haligacha bolam deydilar. Bundan keyin ham bolam deydilar. Ertaga bizani bolalarimiz katta bo'lsa ham shunday ham bolam deydilar. Chunki onada biz onamizdan butun umr minnatdormiz. Biz onamiz shunaqangi yaxshi ko'ramizki, u juda kuchli, o'ta kuchli. Onam biz uchun shunaqangi ishlar qilganlarki, mana bu ishlar nima bo'ldi bu ishlar? Ishlar emas. Bu ishlar onam qilganlarni oldida. Mana kuyovingiz ham aytibdilar, haqiqatda qaynonam zo'r insonlar, sabrli. Mana shu men xonadonga kirib kelsam deyaptilar, kuyovingiz bolam deb kutib oladilar. Hurmat, izzat hammasi joy-joyida. Har tomonlama yaxshi insonlar. Men shunday onani o'zi qizini olganimda minnatdorman, xursandman-da. Ona shunday bo'lsa, qiz qanday? Qiz ham shunday bo'ladi. Men qaynonamni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman dedilar. Har doim mana shu bizning vaqtimizga sog' bo'lsinlar. Ertaga nabiralar bilan kirib kelganimizda shu xursandchilikda o'tirsalar bo'ldi-da. Biz xursand bo'lamiz, biz kulamiz, tabassumda bo'lamiz deyaptilar. Onajon, har doim sog' salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringiz uchun bilamiz, umringiz o'tgan. Bundan buyog'iga ham onajon farzandlaringiz uchun yashaysiz, ko'proq umrlar ko'rasiz degan niyatlar qilamiz. Onajon, faqat sog' bo'lsangiz bo'ldi. Boringizga shukr. Sizga atalgan bitta chiroyli gulimiz bor, taqdim etamiz. Marhamat, muborak bo'lsin. Gullar muborak bo'lsin. Beazorim onam, beg'uborim onam, onajonim onam, mehribonim onam, beazorim onam, beg'uborim onam, onajonim onam.
davlat ketganda oldim kimga kimligim bilib kecha soyamga salom berib yurgan kimsalar andishasiz yurganda ortimdan g'iybat qilib nomarddan rifat qilib boshimga kulfat qilib davlat ketganda oldim kimga kimligim bilib kecha soyamga salom berib yurgan kimsalar andishasiz yurganda ortimdan g'iybat qilib boshim toshga tekkanda chekkanimdan nadomat tangridan erta kech so'ragan menga omad duolaringiz sabab omad quchog'ini ochib davru davronim keldi yo'qchiliklari qochib aslida siz ekansiz mening baxtu omadim quyoshdek porlab turing boshimdan nurlar sochib onam 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 mehribonim onam beozorim gapning xonasi bunchalar ham murt bo'lar odam bolasi eng vahshiy inson ham dod faryod qiling yig'larkan hayotdan albatta onajon vorizga shukur. Ona shunaqangi kuchli zotki haqiqatda mana bu degan bir bag'ri tosh degani ham onaga agar biror nima bo'lsa tosh bag'ri ham yig'laveradi-da, chunki onada u. Onajon boringizga shukur. Hozir onam sizga bitta atalganda chiroyli satrlar bor. Men onamni yaxshi ko'raman deb yozilgan ekan. Onajon mayli o'qib bersam siz uchun. Onajon. Bolalikdan mehrini bergan. Tunlar bedor yulduzlar tergan. Atrofimda parvonalar bo'lgan. Men onamda yaxshi ko'raman. O'zi yemay menga tutganim, xassa bo'lsam alam yutganim, olis ketsam bedor kutganim. Men onamda yaxshi ko'raman. Allasidan kuch oldim ziyo, duogo'yim cheksiz bir dunyo. Ta qiyomat asragul Xudo. Men onamni yaxshi ko'raman. Farishtamsiz mening boyligim, dunyodagi eng chiroyligim. Yonimizda yuring onajon har doim. Men sizni onajon juda qattiq yaxshi ko'raman. Onajon, albatta qizingiz sizni farzandlaringiz juda yaxshi ko'radilar, onam. Bilasizmi, qizingiz aytibdilar-da. Onam biz uchun shunaqangi ishlar qilganlarki, hey, ona aytsak bir kun o'tib ketib qoladi-da, u so'zlar yetmay qoladi-da, kun yetmaydi. Chunki onamni ko'rgan qiyinchiligi, joy kelganda endi hayotda bo'lar ekan deyaptilar. Ko'ra olmaydiganlar ham bo'lgan, g'iybatchilar ham bo'lganda, tuhmat toshotganlar. U ona shunaqa insonlarga ko'ngillarida borki, kir yo'qda, zarracha bir kir topolmaysiz, taqdirsizni topolmaysiz-da. Onamga kimdir yomonlik qilsa, onam o'sha yomonlik qila olmaydilar-da. Shunaqa insonlarda yomonlik qilish onam qo'ldan kelmaydigan darajada-da. Onam haqiqiy biz uchun farishta insonlar deyaptilar. Onajonim har doim baxtimga sog' bo'lishlarini Allohdan o'tinib so'raymiz. Faqat onam sog' bo'lsinlar deyaptilar-da. Ona boringizga ming bora shukrlar deymiz. Har doim mana shu yaqinlaringizni vaqtiga sog' bo'lishingizni Allohdan qayta onam tilaymiz-da. Faqat onam sog' bo'lsangiz bo'ldi. Maylimi onajon? Kulib turgan yuzlaringiz hech qachon tabassum arimasin. Mayli onam yig'lay, faqat mana shunday xursandchilikdan yig'lang. Quvonib ketganingiz onam yig'lay, lekin g'amdan yig'lamang. Onajon, sizga yana bir sovg'a bor. Bugun mana endigina 24 ga kirdingizmi ona? 24 ta? Onajon, 18 mi? Xo'p. Onajon, o'chiraverasiz niyatlaringizlar marhamat muborak bo'lsin.
Вести праздник поздравления. Но дороже всех подарков для тебя, любимая, чтоб рядом с тобою. Xo'p, onajon, endi hozir bunday qilamiz ona. Shu bilan bo'ldi tugadi emas. Onajon, hozir bugun siz uchun mana shuncha inson kelganda, bu insonlar ichida bugun gapiraman deganlar ham bo'lsa kerak. Kelinglar. Kelinglar. Kim gapirish xohlaydi, kim tabriklaydi? Kelinglar. Bilamiz, hammaning ichida gap ko'p, faqat gapira oladigan opajonim keling. Siz yaxshi gapirasiz. Gapiravering. Yo'q, keling, sahnaga kelinglar. Rahmat shamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Avvalambor xush kelibsizlar qayinsinglimlar uylariga, xonadonlariga. Shu fursatdan foydalanib ukamlonga uzoq umr, sihat, salomatlik. Endi ukamlon bosib o'tgan yo'lni mana bosib o'tganman. Buni boshdan nima o'tgan men bilaman. Iloyim sizga shu farzandlaringiz baxt kamolini ko'rish, iloyim Jasminjonam borgan joyga domodim bilan qo'shib berib bo'lsin. Shularning baxt kamolini ko'rish, Shohjahonga yaxshi kelinlar tushsin. Xudo xohlasa nasib bo'lsa, sog'lik, salomatlik bersin. Ozoda yaxshi o'qishlarga kirsin. Dunyodagi eng yaxshi niyatlarni tilayman. Mana bu boshlanishi nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, farzandlar umra, katta hajlarga yuborish nasibi ro'za aylasin. Ikki dunyo saodatini so'rayman. Hamisha xonadoningiz faqat yaxshi kunlarga ochilsin darvozasi. Birga yurish bizga nasib ro'za aylasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlarga ham rahmat. Rahmat. Inshaalloh. Albatta. Bu boshlanishi, albatta, opamiz aytganlaridek, ilohim inshaalloh umra safarlariga borib kelgan. Mana bu yerda yana umram boray degan bir sahnalar bilan kutib olaylik. Onajon inshaalloh. Xo'p. Gapirasizmi opa? Gapirasiz. Ikki og'iz sizdan chiroyli so'z, bizdan bitta qarsak bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Shu singlimni tug'ilgan kuni ekan bugun. Shu bolalarni boshiga sog' bo'lsin, ishqib huzur halovatini ko'rib, kelinlar olsin mana shu xonadonda. Shu nimaki niyat qilgan bo'lsa, niyatlarga yetibgina yursin. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, bormi yana? Talabgor. O'yinchilar bo'lsa kerak, o'yinchi. Ya o'yinchilar bor bizda. Gapiradiganlar bo'lsa, kelinglar, marhamat. Bormi? Munisa kelin chiroyli she'rlar aytardi, qani? Munisa kelin chiroyli she'rlar aytadi deyaptilar, talablar bo'lyapti Munisa kelinga. Xo'p, bormi yana? Yulduz opa, keling. Keling, mana keling. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar mehmonjonlar. Iloljon, iloyim, ana shu farzandlaringni, ana shu kuyovingni baxt kamolini ko'r, Shohjahonni uylantirib, ligalarini ko'rgan iloyim. Nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlaringga yetsin. Tabriklayman yana. Rahmat, salomat bo'ling. Sog' bo'ling, boringizga shukr. Xo'p, bo'lmasa endi bunday qilamiz hozir yaxshi kunda, go'zal kunda. Bugun o'zining tug'ilgan kunini nishonlayotgan opajonimiz shaxs so'zlariga bitta mikrofon beramiz. Kelganlarga, farzandlarga kuyov bor, o'zingizni minnatdorchiligingizni bildirasiz. Marhamat. Assalomu alaykum hammalaringizga. Yaqinlarim, jigarlarim hammalaringizga rahmat. Kuyov emas, menga o'g'il kishi. Jasminajon bilan qo'sha qarisilar. Iloyim shularning baxtini ko'rib, o'tgan tashvishlarimni unutib yuray. Iloyim Shohjahon ham katta yigit bo'lib, nasib bo'lsa yonimda tursin. Shu Ozodam ham katta qiz bo'lsin. Hammalaringizga rahmat, borlaringizga shukr. Sizlar bilan faxrlanib yuraman. Shunday yaqinlarim borligidan hammalaringizga rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Xo'p, bo'lmasa endi opa, albatta bugungi kunimizda haqiqiy yulduzi siz bo'ldingiz. Osmonda yulduzlar ham qarang yo'qda. Bor kam ekanda, juda kam ekan. Bu sizni ko'rganda opa yulduzlar ham qochyapti-da. Joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Opa, endi bunday qilamiz, yaxshi kunda bitta chiroyli qilib rasm, fotosessiya qilamiz-ku, keyin bitta o'yin kulgi qilamiz. Mayli, hal tugab qo'ygani yo'q. Hozir navbat rasmga, keyin albatta raqslar qilamiz. O benim canımdır, ben olur ben sesi, o neden
chirog'im, yaxshilar yaxshirog'im, tengsizim mehribonim, o'zimni onajonim, chiroyligim, chiroyligim, o'zimni onajonima, davlatim ham, savlatim ham, o'zimni onajonima. O'ylamang, kuyinmang, orqaga tushang, siz ham bir shodlanib, quvonib yashang. Nabiralaringiz, o'g'il qizingiz, bag'ringiz to'ldirar kular yuzingiz. Sizni shodligingiz o'limga malham. Muzika ham to'xtagisi kelmayapti-da. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda onajon ilohim inshaalloh ko'rishib turishlik barchamizga nasib ro'zalasin. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, rahmat, sog' bo'linglar, rahmat. Ota-onalaringni bag'riga, hammaning bag'riga sog' bo'linglar. Hamisha el xalqni shunaqa xursand qilib yuringlar. Oilamiz nomidan rahmat aytamiz. Daqiqadan borgan joyiga tosh bo'lib qotib, valiji vali bo'lsin, domlatlar qo'shib bersin. Katta rahmat. Choy bir piyola.